Demak, aziz do'stlar, men oldingi videolarimda ko'rsatgan traktorlarim, texnikalarim, katta pritseplarim mana shu narsa uchun kerak edi mana. Bu juda ham katta texnika. Buni bir 260 ot kuchi bo'lishi kerak adashmasam. Bu oldingi videomda ko'rsatgan traktorim, pritsepim xuddi mana shu ish uchun kerak. Chunki ba'zi bir dalalar 20 km, 30 km uzoqda joylashgan. Uning uchun bu katta pritsepni to'ldirib, olib kelib qatnagan, bu yerga to'kkan juda oson va tez kechadi. Agar kichkina pritsep bo'lsa, uning uchun siz 10 gektar dalaga 10 marta olib kelishingiz mumkin. Bunaqa katta texnika bo'lsa, nari borsa 2 pritsep, shu bilan 10 gektar yoki shu 5 gektar dalangiz tugaydi. Ya'ni yig'im ishlari. Shuning uchun bu kabi katta texnikalar Germaniya, Yevropaning boshqa davlatlari va rivojlangan davlatlarning hammasida kerak va o'ta talabchan hisoblanadi. Aslida mana JCB degan firma traktordan tashqari boya ko'rganingizdek tirkamali, lopatkali texnikalar ishlab chiqaradi. Endi bu traktorini men yaqindan beri ko'ryapman. Menimcha yaxshi traktorlari. Chiqib ko'rdik, xudo xohlasa hali ichlarini ham videoga olib ko'rsatishga harakat qilaman. O'rtoqlar, ichki tuzilishi kojali sidina, ikkita yana. Mana bu narsalarga qarang, radiolar, konditsionerlar, pechkalar, bir talay knopkalar bor. Buni men tushunmayman nima ekanligini. Traktor haydaydiganlar, shu videoni ko'rib turganlar juda yaxshi biladi. Mana bu yerda katta monitor bor. Hozir menimcha kerak bo'lmagani uchun traktorimiz turib turgani uchun o'chib turibdi. Oldinda bemalol ko'rasiz. Bo'lingan shishalar yoki oynalar yo'q bu yerda. To'liq ko'rinadi oldin.